Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar? Doktor, man sizga rahmat aytmoqchi edim. Esingizda bo'lsa agar bo'ynimda limfalarim ishgan edi. Lorga borganimda lor qulog'imda pardasi yo'qda. Lor baribir anaqa limfalaringiz ketmaydi. Limfaga lecheniya olguncha qulog'ingizga lutcha parda qo'ydiring degdi. Lorga ishonmasdan sizni shu Instagramdan qidirib topib zo'r limfolog ekan deb qidirib borib lecheniya olganimga arzigulik rezultat bo'ldi. Bo'ynimda вообще limfalar yo'q. Rost shamollasam yana shishadi, lekin o'zimni ehtiyot qilib, avaylab правильное питаниеda yursam umuman ishmaydi. Og'riqlariyam qoldi. Rosa og'rib, temperatura bilan yoningizga borgan edim. O'sha yozib bergan bitta kurs lecheniyangiz bilan yaxshi bo'lib ketdim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Allohim sizni sabab chiqib qo'yganiga shukr, rahmat. Sizni menga ko'rsatgani uchun Xudoga shukr qilaman. Rahmat sizga kattakon. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Nima orzu niyatingiz bo'lsa, doktor, hammasiga erishing. Hech ham kasal bo'lmang. Sizni haqqingiz yo'q даже kasal bo'lishga, потому что bizni hali siz tuzatishingiz kerak. Xudo xohlasa yoningizga o'taman. Yaxshi odzivlar bilan. Endi qulog'imni lechit qilamiz, Xudo xohlasa.